Ishga borishim har kuni bir xil yo'l bilan o'tardi. Ertalab soat 8 dan sal o'tib, eshik ostidan qo'ng'iroq bo'lardi. Tashqaridan tanish ovoz. Assalomu alaykum opa, tayyormisiz? Bu taksichi Farruh edi. Qishlog'imizda hamma uni biladi. Salkam 2 oy bo'ldi. U meni ishga olib borib keladi. Iltimos qilib o'zimga doimiy qilib chaqirganman. Chunki erim Akmal Rossiyada mehnat muhojirligida 3 yil bo'ldi. Yilda bir marta keladi. Men esa shu yerda maktabda farroshlik qilaman. Har kuni erta bilan u keladi. Men chiqaman. Yo'lda ohista gaplashamiz. U mendan yoshroq, lekin mehribon, insofli. Hech qachon qattiq gap qilmaydi, ammo vaqt o'tishi bilan u menga yanada yaqinlashdi. Opajon, siz juda yaxshi odamsiz. Eringiz baxtli ekan, derdi ba'zan ko'zimga tikilib. Men esa kulardim. Sodda kulgi, oddiy iltimos. Chunki bunaqa gaplar ko'p eshitganman, ammo Farruhning ovozida bir xil muhabbat, ehtiros bor edi. Kunlar o'tib, gaplari ham o'zgardi. Siz bilan vaqt o'tkazgim keladi. Har kuni faqat ish, uy. Nega o'zingizni bunday mahkum qilyapsiz? Bir kecha ishdan keyin meni uyga emas, boshqa yo'ldan olib o'tdi. Men hayron bo'ldim. Qayoqqa ketyapsiz? Biroz suhbatlashamiz. Shu yerda hech narsa qilmayman, faqat ko'zingizga qarab o'tiraman. Bu gapni eshitib, qulog'im qizib ketdi. Ko'zlarimda bir turg'ay, ichimda ham o'zgacha hislar uyg'ondi. Balki erim uzoqda bo'lgani uchun, balki ko'pdan beri erkak mehrini his qilmaganim uchun shunday bo'lgandir. To'xtadi. Qorong'u, savqon ko'chada. U radioni o'chdi. Past ovozda musiqa tingladi. Meni ohista qo'limdan ushladi. Qo'rqmang, sizni alam qilmoqchi emasman, lekin sizga muhtojman dedi. Men nima demoqchiman, bilmayman. Lekin u paytda menda ikki his yurak urardi. Bittasi joiz emas, sen turmushga chiqqan ayolsan. Ikkinchisi esa ering qachon kelishi noma'lum. Nega xuding yuraksizda yashayapsan? Shu kecha hammasi o'rtada qoldi. U mendan pand bermay hurmat bilan uyimga qaytardi. Bir oy o'tdi. Bir kecha telefon qildi. Iltimos, keling, menga siz keraksiz. Menda qanday holat bo'lganini ifoda qilish qiyin. To'g'risi, uyda yolg'izman. Qaynonam boshqa uyda, qaynotam erta vafot etgan. Qizim hali kichik. Kechasi uyda men va qizim yotib, ko'pincha uyqu ketmas edi. U kecha men unga baribir yo'q demadim. Kecha soat 11 da keldi. Mashinasida o'tirdim. U meni quchdi, o'pdi, tanam qulf urib, bir zo'r hisni his qildim. Qo'rquv bilan xohish orasida terga botdim. Siz hech qachon yolg'iz emassiz, dedi u. Ushbu kechadan keyin biz har hafta kechalari uchrashardik. U meni ehtiyot bilan, ehtiros bilan sevardi. Men ham unga ko'nikib qoldim, lekin bu muhabbat emas edi. Bo'lsa ham mansub bo'lmagan muhabbat. Bir kuni qo'ng'iroq qildi. Men boshqa chiqish yo'lini bilmayman. Sizni sevib qoldim. Men bilan qoling. Yuragim titradi. Erim qaytish arafasida. Men esa boshqa bir erkak bilan kechalarini o'tkazyapman. Ehtiyojmi bu yoki yolg'izlikni his qilgan ayolning ojizligi? Men jim turdim. Jimligim rozlik kabi bo'lib ko'rindi. U shunday angladi. Keyingi hafta u meni onasini tanishtirmoqchi bo'ldi. Bu qanday bo'ladi? Men turmushga chiqqanman. Eringiz sizni qachon oxirgi marta sevadi? Siz baxtga loyiqsiz. Bu so'zlar meni parcha-parcha qildi. Ham baxtni sevdim, ham gunohni his qildim. Bir tomonda u menga mehr berdi. Erim ko'p yildan beri faqat telefonda. Ikkinchi tomondan boram bor va bu ishlar uning oldida xiyonat. Bir kecha hammasi tugadi. Men yig'ladim. Uni oldida emas, uyga qaytib. Uzoq yig'ladim. Balki yuragim yengillashar degan umidda, ammo yengillashmadi. Farruh qayta yozdi, telefon qildi, lekin men javob bermadim. U ham tushundi, balki kechirgan bo'lsa. Bugun men yana ishga piyoda boraman. Mashina yo'q, ammo sinagan qalbimda bir dars bor. Hayotda inson o'z sevgi uchun ham o'zini yo'qotmasligi kerak. Erim Rossiyadan keladi. Men unga hammasini aytmayman, lekin ichimdagi qilgan ishimni unutmayman. Shu voqea menga baxt nima, gunoh nima va ayol bo'lish nimaligini o'rgatdi. Farruh ketdi. Oradan hafta o'tdi. Ishga borishim piyoda, kayfiyatim og'ir. Yo'l yoqasidagi har bir narsa menga uni eslatardi. Uning og'ir nafasi, salondagi sovuq havo.
O'sha kechalardagi sukut hammasi qalbimni teshardi. Bir kuni u qayta paydo bo'ldi. Toshday og'ir ichimda yo'q deb baqirib tursam ham yuragim unga qarardi. U uyim oldida to'xtab turdi, yuzimga tikilib. "Bir bor gaplashaylik, iltimos, faqat bir marta", dedi. Men unga qaradim. Bu so'nggi marta bo'lishini bilardim. Shuning uchun rozi bo'ldim. U boshqa odam bo'lib qolgandi. Ko'zlari tungidek chuqur, ovozi titrab. "Men ketyapman. Qaror qabul qildim. Bu shaharda qola olmayman. Sizsiz bu yerda nafas ola olmayman. Boshqa viloyatga ketaman." Yuragimda bir og'riq titradi. Go'yo men uni sevmaganman, lekin u ketsa qalbimda nimadir sinardi. "Omad senga", dedim. U jim, faqat meni kuzatdi. Ko'zlarida yosh. Endi yuzimdan ko'z uzmasdi. So'ngra avto harakatga tushib ketdi. Bu safar haqiqiy ketish edi. Men uni endi ko'rmasdim. Esimda faqat uning so'nggi qarashi qoldi. Erim qaytdi, qo'limni ushladi, quchoqlab, "Sog'indim", dedi. Men o'sha paytda qanday yuz bilan unga qarashni bilmadim. U toza, men bulg'andim. Lekin u menga ishongan, ko'zlarida muhabbat bor. Hayotimiz qayta tiklandi. Erim ish izlay boshladi. Qizim katta bo'la boshladi. Hammasi tinch, lekin mening qalbimda bir sinov iz qolgan edi. Oradan bir yil o'tdi. Bir kuni bozorda yolg'iz yurar ekanman. To'satdan yonimga bir kishi keldi. Tanimadim. Keyin qarasam, Farruh. U endi boshqacha. Juda qaddam, qomatli, kiyimlari ham o'zgargan. Qo'lida telefon, sumka. Vaqtini shunchaki o'tkazish uchun kelgan ekan. "Siz yaxshi ko'rinyapsiz", dedi past ovozda. Men unga tikildim, jim turdim. Qo'limda kartoshka, piyoz, yuragimda esa o'tmish. "Rahmat", dedim. U boshini izzat bilan jilgan holda qimirlatdi. Men u paytda o'zim bilmagan gaplarni qildim. Ammo sizga qilgan muhabbatim haqiqiy edi. Faqat o'zimni noto'g'ri ifoda qildim. Men jim. "Ehtimol bu uzr", dedi. "Ehtimol qalbini yengillashtirish. Oilam bor, qizim o'syapti", dedim. "Xursandman", dedi u. Shunchaki yurib ketdi. Oxirgi marta orqamga qaradim. U endi yo'q edi. Hayot o'tib bordi. Men avvaldan kuchliroq, sabrliroq ayol bo'ldim. Shu voqea menga muhim dars bo'ldi. Har qanday ehtiyoj, yolg'izlik, mehrsizlik insonni yo'ldan ozdirishi mumkin. Ammo ayol baribir o'zini saqlashi kerak. Agar o'zini yo'qotsa, oilasini ham, farzandini ham yo'qotadi. Men tunda ko'h o'sha kechalarni eslayman, ammo endi yuragim bilan emas, aqlim bilan. Va shuni bilaman, kechmishdagi xato kechirilishi mumkin, ammo u xotira sifatida yurakda qolaveradi. Oradan yillar o'tdi. Qizim maktabga chiqdi. Er-xotinlik munosabatlarimiz avvalgidek emasdi, lekin men harakat qilardim. Qayta uyimni saqlash uchun o'zimni chiga berardim. Er-xotin orasida mehr bo'lmasa ham mas'uliyat bor, farzand bor. Shu meni ushlab turdi. Farruh esa go'yo hayotimdan yo'qolgandi. Endi u faqat xotiramda, tunlarda tushimga kirib ketardi. Uning yo'lda kulib qaragan ko'zlari, salondagi iliq qo'llari va eng og'iri, "Men ketyapman" degan o'ngdagi ko'z yoshlari. Bir kecha erim uydagi holatlardan norozi bo'lib qattiq baqirdi. "Sen o'tmishdagi sen emassan", dedi u. "Men Rossiyada o'lib ishlab yurgan paytingda sen bu yerda nima qilding?" Bu gapni u qanday hissiyot bilan aytganini bilmayman, ammo yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. U bilib qolganmidi yoki shunchaki shubha qildimi? Men jim turdim. Tilimda javob yo'q, qalbimda esa yomon shubha. U bilib qoldi. Bir necha kun ichida erim mendan uzoqlashdi. Avvalgidan gaplashmaydi, mehrsiz qaraydi. Oramizga g'iybatmi kirgandi, kimdir aytdimi bilmayman, lekin hech narsa ilgariga qaytmadi. Bir kecha u chimodanni yig'di. Hech narsa demay eshikdan chiqib ketdi. Qizim yig'ladi. Men esa qalbimda barcha dardlarim bilan yolg'iz qoldim. Xuddi o'sha kechalardagi kabi, Farruh ketgan kechalardagi kabi. 2 haftadan keyin o'sha bozorda yana bir marta Farruhni ko'rdim. U qiziqib, "Yuzingizga nur yo'q, nima bo'ldi?" Men avvalga ikkilandim, keyin asta javob berdim. Erim ketdi. Farruh boshini jilkitdi, ko'zlarimga qarab turib. "Men endi sizga ham do'st emasman, lekin siz inson sifatida hech qachon yolg'iz emassiz. Siz o'zingizni kechirishingiz kerak." Bu so'zlar qalbimni teshdi. Men ko'zlarimni yumishga majbur bo'ldim. Endi u menga muhabbat emas, saboq bo'lib qolgan edi. Vaqt o'taverdi. Men ishimni tashlab xonadonda bolalarga hunarmandchilik o'rgatishni boshladim. Har bir qizaloqqa shunday derdim: "Bahor keladi qizim, ammo qalbing sof bo'lmasa, bahor ko'ngilda chiqmaydi."
Men o'zimda xafa bo'ldim, lekin shunda ham yana bir ayolni xatodan saqlashni xohladim. Qizim endi o'smir, u menga ko'z tikkanda unga tik qarashim uchun men har kuni o'zimni kechirdim, yana va yana. Ba'zan hayotda shunday sinovlar bo'ladiki, unda inson emas, uning qalbi yutiladi. Men ham yutilib ketdim, lekin yuragimda bir chiziq qoldi. Inson xato qilishi mumkin, lekin u xatosini tan olib o'zini kechirsa, uni Alloh ham kechiradi. Men Faruqni endi sevaman demayman, lekin u meni uyg'otdi, o'zimni ko'zimga ko'rsatdi. Va endi men har kuni ertalab ko'zimni ochganda shu gapni aytaman. Yana bir yangi kun, men bugun to'g'ri yashayman.